Fikrning moddiylanishi haqida. Bir odam uzoq sayohat qilib tasodifan sehrli bog'ga kelib qopti. U uzoq yo'l bosib juda charchagan edi. Yo'lida shoxlari keng o'sgan daraxt uchrabdi. U daraxt tagida qulay joy ko'rib qolib, ozgina mudrab qolmoqchi bo'pti. O'zi bilmay u bog'dagi eng ajoyib tilaklarni bajo keltiruvchi daraxtni tanlagan ekan. Uning tagida hamma orzular shu zahotiyoq muhayyo bo'lar ekan. Nimaiki o'ylasangiz chinga aylanar ekan. Lekin sayoh bundan bexabar edi. Uyg'onib, u qattiq ochlik sezibdi. Qornim ochdi. Qaniydi hozir shu yerda ozgina taom paydo bo'lsa deb o'ylabdi. Shu ondayoq qayerdandir mazali taomlar havodan uchib kelib paydo bo'ldi. Sayoh shunchalik och ediki, taomlar qayerdan keldi deb ham hayron bo'lmabdi. Qornini to'ydirib, esnoq tortib, atrofga boqibdi. Endi u mamnun bo'libdi. Unda boshqa fikr tug'ilibdi. Shu yerda ichkilik bo'lganda edi. Sehrli bog'da taqiqlar yo'q. Shu zumdayoq sharob paydo bo'libdi. Daraxtning soyasida yotib, xushbaxtlik bilan sharob ichib odam hayron bo'lardi. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Balki bu tushdir, yoki bu yerda men bilan hazil qilayotgan arvohlar bordir. Arvohlar paydo bo'libdi. Ular dahshatli, vahshiy va qo'rqinchli edi, xuddi odam tasavvur qilganday. U qaltirab o'ylabdi, hozir ularning meni o'ldirishi aniq. Va ular uni o'ldirishdi.